Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha poytaxtimizda yosh ijodkorlarni yana bir xalqaro tanlov World Talents dunyo iqtidorlari birlashtirdi. New Talents xalqaro tashkiloti tomonidan o'tkazilgan ushbu loyiha san'atning 16 yo'nalishi bo'yicha eng iqtidorli ishtirokchilarni aniqladi. Tanlov jarayonlaridan muxbirimiz Mubina Nosirova xabar qiladi. Fortepiano. Habiba 7 yoshda. U mikrofon qarshisida unchalik gapira olmasa-da, fortepianoni aksar kattalardan yaxshiroq chala oladi. Buning isbotini u dunyo iqtidorlari tanlovida yuzlab tomoshabinlar qarshisida ko'rsatdi. Bu tanlovda o'z iqtidorini namoyish etmoqchi bo'lgan minglab yoshlar qatnashdi. Ishtirokchilar nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham o'z mahoratini sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Xalqaro tanlov san'atimizdagi musiqa bilan bog'liq bo'lgan hamma yo'nalishlar, an'anaviy xonandalik, an'anaviy ijrochilik, baxshichilik, xoreografiya, rassomchilik, mana shu hamma san'atimiz bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlarni qamrab olgan. Bolajonlarni esa ota-onalari, ustozlari, barcha yaqinlari qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turdi. Men o'zim 16-19 yosh toifasidan qatnashdim. Tamburdan va an'anaviy xonandalikdan. Qo'shiq aytganim ularga yoqdimi, yoqmadimi bilmayman-ku, lekin o'zimga yoqdi. Har bir yo'nalish g'oliblari esa shu yerning o'zida tanlov yakuniy natijalariga ko'ra medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Oliy o'rin olganlar esa xalqaro loyihalarda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishdi. Mubina Nosirova, Javohir Mirzayev, Rahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.